Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, namunaviy biletlar tashlandi BJKMdan. Keling endi ularni bir chekkadan ishlashga o'tamiz. Birinchi to'rtta savol bor ekan. Osonlardan boshlab, keyin qiyinlarni ishlab shunaqa ketamiz. Xo'p, birinchi savollardan boshlasak. Berilgan massivdagi musbat sonlar sonini aniqlovchi dastur yozing. Massiv quyidagicha berilgan. A teng plus shu massiv berilgan bizga. Keling shu massivni ko'chirib olamiz. Xo'p, bizdan ichida nechta musbat son bor? Shuni tekshirish so'ralayapti. Xo'p, voy. Keling o'zimiz yozib chiqamiz yaxshi ekan. Xo'p. A massivimizda bor ekan 12 minus 5 minus 7 minus 9 0 15 minus 2 8 degan sonlar bor ekan. Endi xo'p, ichidagi musbat sonlarni aniqlashimiz kerak sonini. Buning uchun biz har bitta mana shu massivni, mana shu ro'yxatning ichidagi har bitta elementni musbatmi yoki musbat emasmi, shuni tekshirib chiqishimizga to'g'ri keladi. Keling endi dastavval sikl yozishdan avval biz musbat elementlar sonini 0 deb turamiz, ya'ni 0 ta musbat son bor deb tasavvur qilamiz boshda. Va endi ichidagi har bitta element, biz elementlar soni chegaralangan fordan foydalansak bo'ladi. For orqali har bitta ichidagi elementni tekshirib chiqamiz. For deymiz I in A desak, ana shu A ni ichidagi har bitta i'inchi elementni tekshiramiz. Ya'ni i'miz A ni ichidagi har bitta elementni qabul qiladi. Masalan, print I qilib chiqarsam sizlarga mana 12 minus 5 minus 7 minus 9 0 15 minus 2 8, ya'ni ichidagi har bitta elementni qabul qilib chiqadi. Birinchi marta 12 ni, keyingi safar minus 5 ni, ya'ni ichidagi har bittasini alohida o'ziga saqlab chiqadi bu dastur. Endi biz ana shu i ni musbat yoki manfiyligini tekshirishimiz kerak. Tekshirishni biz shart bilan beramiz. Biz shart qanday berardik? If bilan berardik. If deymiz, agar ana shu i elementimiz 0 dan katta bo'lsa musbat bo'ladimi? 0 dan katta bo'lsa musbat bo'ladi. Agar 0 dan katta bo'lsa deymiz, n ga n ni sonini bittaga oshirib qo'y deymiz. N plus teng 1. N teng n plus 1, ya'ni avvalgi n'imiz 0 edi, unga 1 qo'shib yana qaytadan n ga saqlaydi. Buni o'rniga n plus teng 1 deb yozsangiz ham bo'ladi. Ikkalasi ekvivalent. Endi mana print qilib n ni chiqarib qo'yamiz. Chiqarsak, mana bizda 3 ta deb chiqyapti. Ya'ni ko'rsak 12 15 8 3 ta musbat son bor. Demak, bizning kodimiz to'g'ri ishlayapti. Bu hop, birinchi savol. N1 birinchi savol deymiz. N1 birinchi savol. Hop, keyingi savolda ham birinchi savolni ishlatamiz. Hop, N2 birinchi savol. Buni endi izohga olib turamiz, bizga xalaqit bermasin. Hop. Keyingi savolimiz. Birdan n gacha bo'lgan juft sonlar yig'indisini hisoblaydigan dastur tuzing. Bunda n foydalanuvchi tomonidan kiritilsin va dastur faqat oxirgi natija s teng ko'rinishda chiqarilsin. Xo'p. Bizdan so'ralyapti n degan son kirityapti. Endi hozir butun sonlar bilan ishlayotganimiz uchun int qilamiz. N ni kiriting deb. N teng deylik. N teng. Xullas, foydalanuvchi tomonidan bu n degan sonni qabul qiladi. Biz bu yerda kiritamiz. Endi deyapti, ana shu n gacha bo'lgan sonlarning ichidagi musbatlarini yig'indisini olib chiqsin deyapti. Yig'indisini. Keling, shu yig'indini biz summa degan ifoda bilan belgilaymiz. Va tasavvur qiling, dastlabki holatda summamiz 0 bo'lsin. Endi biz n gacha bo'lgan har bitta sonni tekshirib chiqishimiz kerak. N gacha bo'lgan har bitta sonni tekshirib chiqishimiz kerak. Uning uchun bizga ikki xil umuman olganda usullari ko'p. Bittasi ana arifmetik progressiyadan tayyor formulasini ham qo'yib qo'ysak bo'ladi. Agar formulasini eslolmayman desanglar,
mana shu usul yaxshiroq. Bizda shunaqangi narsa bor edi. Masalan, bizga ro'yxatda r deb belgilasak, list qilamiz, range qilamiz, 1 dan n gacha deymiz. Print r desak, bizga masalan n ni kirityapti. n ni kiritsak 5 desak, mana 1 dan 4 gacha bo'lgan sonlarning ro'yxatini shakllantirib beryapti. Bu narsa, ya'ni ro'yxat ko'rinishida shakllantirib beryapti. Range degani shu 1 dan boshlab n gacha. n o'zi kirmaydi, n dan bitta oldingi songacha bo'lgan ro'yxat sonlardan tashkil topgan ro'yxatni shakllantirib beradi. Biz mana shu range 1 n yordamida ichidagi mana shu ro'yxat shakllantirib olib, ichidagi har bitta elementni juftmi yoki juft emasmi? Juft bo'lsa, ana shu elementni summaga qo'shib ketishimiz mumkin. Biz shundan foydalanamiz. Qanday qilamiz? Mana for deymiz, for in range deymiz. 1 dan agar n o'zi ham kirish kerak bo'lsa, n plus 1 qilib qo'yishimizga to'g'ri keladi. To'g'ri ekan, siz 5 kiritdik, 4 chiqdi-yu. Agar 5 ni o'zi ham kerak bo'lsa, bizga n plus 1 qilishimiz kerak bo'ladi. Ichidagi har bitta elementni olamiz. For in range n plus 1. 1 dan n plus 1 gacha. Agar deymiz, i'miz, mana bu qoldiqli bo'lish degan operator bordi. Foiz bo'lib 2. Masalan, 5 ni mana bu yoqda 5 foiz bo'lib 3 qilsam 2 chiqadi. Nimaga? 5 ni 3 ga bo'lsak 1 chiqadi. Qoldig'i 2. Bizga qoldig'ini hisoblab berardi bu. 2 ga, ya'ni juft bo'lish uchun 2 ga bo'lganimizda qoldiq qolmasligi kerak. To'g'rimi? Demak, qoldig'imiz 0 bo'lishi kerak. Agar qoldig'i 0 bo'lsa deymiz, summaga nima qilamiz? Ana shu i ni qo'shib qo'yamiz. Qo'shib qo'ysak, shunda bizda summa chiqadi. Print deymiz. Nima qilamiz? Summani ekranga chiqarib qo'yamiz. Bitta ishga tushirsak, masalan 6 gacha 12 chiqyapti. Haqiqatan ham 2, 4, 6 bo'ladi. Keyin 6 ni o'zi bor, 12. Kodimiz to'g'ri ishlayapti. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xo'p. Hozir sizlar bilan namunaviy biletlarni differensial tenglamalarni ishlash bo'yicha ko'rib chiqamiz. Ikkalasi ham bir xil ekan, adashmasam. Ikkovi biletda ham. Xo'p, shuni ishlaymiz hozir. Men bu bo'yicha video dars qilganman. Mana bu yerda differensial tenglamalar sonini yechishni Euler usuli deb YouTube'da ham turibdi. Agar shu video darsni bitta ko'rib olsanglar, o'zingizlar ham bemalol yozib ketsanglar bo'ladi. Men ham hozir boshdan maydalab tushuntirishga harakat qilaman qaytadan. Xo'p. Bizning g'oyamiz nima? Buni bu yoqqa olib olaman. Buni bu yoqqa olib olaman. Bizga mana shunaqa yx degan funksiya berilgan bo'lsin. Endi biz bu funksiyani bilmaymiz. Hozir differensial tenglamada mana shu yx ni topishimiz kerak. Undan xn degan nuqta tanlasak, unga to'g'ri keladigan funksiyani qiymati y degan bo'lsin. Va bitta oshirib qo'yamiz, xn plus 1 dagi qiymati yn plus 1 bo'lsin. Unda bu yerni xn bilan xn plus 1 ni orasini o'zgarmas delta x desak, bu yerda delta y. Mana bu yerda yn plus 1 minus xn plus 1 ular shu narsamiz. Delta y taqsim delta x beryapti va bu delta x'imiz 0 ga intilganda bizda aslida hosila vazifasini bajaradi. Xn nuqtadagi. Lekin bizda limit x mana delta x 0 ga intira olmaymiz. Python xatolik beradi. Shuning uchun biz 0 ga juda ham yaqin bo'lgan qiymatlarni kiritish orqali biz hosilani taxminan hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Bundan biz yn plus 1 ni topsak, yn plus shu narsa bo'ladi. Mana bu narsani xn plus 1 minus xn ni delta x deb belgilasak, shunda yn plus 1imiz mana bu yerda yn plus xn delta x bo'ladi. Bu degani nima degani? Sen mana bu nuqtani topmoqchi bo'lsang degani, shu nuqtani topmoqchi bo'lsang degani, shu qiymatni mana bu eski qiymatiga mana bu hosilasini delta x ga ko'paytirib qo'shib qo'y degani. Ya'ni shunaqa qilib bizda boshlang'ich masalan xn va yn lar berilgan bo'lsa, boshlang'ich shartlar berilgan bo'lsa, avval biz buni hisoblaymiz. Keyin bundan foydalanib, keyin yana bitta x'ni hisoblaymiz. Shunaqa qilib har bitta yn larni hisoblab chiqib, bitta ro'yxatga saqlaymiz va grafikini chizib qo'yamiz. Shunaqa qilib juda kichik qadamlar bilan har bitta y'larni hisoblab chiqamiz. Xo'p. Endi Pythonda yozishga o'tsak. Xo'p. Bizga nima berilgan? Bizga berilganlarni avval yozib olaylik.
bizga hosilani funksiyasi berilgan ekan, keyin oraliq berilgan ekan, boshlang'ich qiymatlar berilgan ekan. Birinchi boshlang'ich qiymatlarni kiritib olamiz. Funksiyamiz x teng 0 nuqtada y teng 0 degan qiymat qabul qilgan ekan va hashimiz bu 0,1. Ha, bu hash bizda hozir mana bu tenglamada yozilgan delta x vazifasini bajaryapti. Delta x'imiz hash. Bu so'ralayotgan narsada. Hop, hashni kiritdik. Endi nima qilamiz? Biz mana bu 0 va 1 oralig'idagi qiymatlarni topishimiz kerak ekan. Biz 0 dan boshladik, o'zi 0 dan boshladik. Endi 1 gacha qiymatlar. Xo'p, 0 va 1 oralig'idagi yechimlarni topishimiz kerak ekan. Uni topish uchun nima qilamiz? Biz ana shu 0 dan 1 gacha x ni 0 dan 1 gacha o'zgartirib chiqib, har bittasi uchun y ni qiymatini topishimiz kerak. While deymiz. Bu while siklik operator hisoblanib, shartga qarab ishlaydi. X imiz qachonki 1 dan kichkina yoki teng bo'lsa deymiz. 1 dan kichkina yoki teng bo'lsa deymiz. Y ni yangi qiymatini hisoblashimiz kerak. Yangi qiymatini topish uchun eski qiymatiga nima qilamiz? Y shtriximiz bizda x plus y edi. Unga h ni ko'paytirib qo'shib qo'yamiz. H ni ko'paytirib qo'shib qo'ysak, bizda boyagi mana bu formulani yozdik biz hozir. Shu formulani Python kodini yozdik. Bu y ni yangi qiymati, bu eski qiymati, unga y shtrix x ko'paytirilgan h ni qo'yib yozdik. Endi nima qilishimiz kerak? X ga h ni qo'shib qo'yishimiz kerak. X teng x plus h qilib yangi qiymatiga o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa x doim 0 gacha qolib ketadi-da, keyin mana bu siklik operator cheksiz bo'lib qolib ketib qoladi. Bir xil y ni hisoblab turaveradi. Shuning uchun biz keyingi qadamga o'tishimiz kerak, ya'ni x ni keyingi qadamga olib o'tishimiz kerak. Shuning uchun biz x ga h ni qo'shib, yana qaytadan x ga saqlab qo'yamiz. Endi biz mana shu y ni bizga berilgan y ni grafikini chizishimiz kerak. Grafikini chizishimiz uchun bizga nima kerak bo'ladi? X'lar degan ro'yxat kerak bo'ladi va y'lar degan ro'yxat kerak bo'ladi. Mana shu ikkalasi o'rtasiga bog'lanish chizsak, bizda grafik hosil bo'ladi, to'g'rimi? Endi biz bularni qanday qilib topamiz? Bunga avval mana bu x kiritib qo'yamiz va y ni kiritib qo'yamiz avvaldan. Bu dastlabki qiymatlarni avvaldan kiritib qo'yamiz va endi bizda keyingi qiymatlari bu yerda bor. Ana shu keyingi qiymatlarini nima qilamiz? Qo'shib qo'yamiz. x'lar nuqta append deymiz, x deymiz va y'lar nuqta append y deymiz. Buni qo'shish shart emas ekan. Chunki bu yerda x qo'shyapmiz. X o'zi 0 qabul qilib turibdi, y ham o'zi. Xo'p, y ga to'g'ri keladiganini ham y'lar nuqta append y. Xo'p, shuna qilib kiritib chiqamiz. Endi bizda ro'yxat shakllantirildi. Uni grafikini chizishimiz kerak. Uni grafikini chizishimiz uchun bizga matplotlib kerak bo'ladi. Matplotlibni yuklab olamiz. Matplotlib.pyplot ni plt degan o'zgaruvchiga saqlab olamiz. Va endi buni grafikini chizamiz. plt.plot deb turib, x'larni y'larga bog'lanishini chizsak va plt.show qilsak, bitta ishga tushirsak, bu yoqda bizda mana grafik kelib chiqyapti bizda. Mana shu bizni y'imizni grafiki ekan. Buni grafik chizish darsimizni ko'rib, bemalol plt.title, grid, legend shunaqa narsalarni o'zingizlar qo'shib qo'ysanglar ham bo'ladi bemalol. Mana shunaqa qilib biz differensial tenglamalarni shunaqa qilib ishlashimiz mumkin Euler usuli yordamida. Faqat mana bu istalgan narsani mana shu kod bilan istalgan differensial tenglamalarni shunaqa qilib ishlashimiz mumkin. Faqat shu boshlang'ich shartlarni to'g'ri kiritamiz, qadamini beramiz va qaysi oraliqda ishlatilyapti oralini kiritamiz va mana shu joyga y shtrixni yozib qo'yamiz. Y taqsimda x ni. Shu bilan biz differensial tenglamalarda ishlagan bo'lamiz. Ikkinchisi ham xuddi shunday ekan. Unga qaytadan yozish shart emas. Endi bu yoq grafikni o'zgartirishlarni o'zingizlar bemalol qilsanglar bo'ladi. Mana bu Pythonda grafik chizish degan darsimiz ikkinchi qismini ko'rib qo'ysanglar zarar qilmaydi. Bu yerda masalan feature deb turib, grafikni o'lchamini avvaldan berib qo'ysak bo'ladi. Masalan, x da 8, y da 6 va grafikni
teng 300 deb berib qo'ysa bo'ladi. Bu yerda rangini bersak bo'ladi. Rangi teng, masalan, rangini desak bo'ladi, blue desak bo'ladi masalan. Keyin line style bersak bo'ladi. Line style teng deb turib, masalan, dot dashitni shunaqa qilib bersak bo'ladi. Kimga legendalar bersa bo'ladi. Shunaqa. Xullas, shunaqa qilib biz grafiklarni chizishimiz mumkin bo'ladi. Y-ni. Biz shunaqa, xullas, bu yoqda x larni ko'rsanglar, x lar degan ro'yxatga har bitta mana x lar 0 dan boshlab 1 gacha bo'lgan qiymatlarni o'ziga saqlab chiqyapti mana, o'zgartirib. Y larni ham ko'rsanglar, bu yerda mana har bitta y ni hisoblab ro'yxat shakllantirilgan. Va har bitta mana shu nuqtalarni qo'yib nima deydi, shu asosda grafikini chizib beryapti bizga. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum hammaga. Keling, oxirgi savolimiz bisection usul yordamida tenglamalarni ishlashni ko'ramiz. Bu bo'yicha alohida video dars qilingan. Xo'p, mana bu yerda mana bisection usul yordamida ishlash deb YouTube'ga ham qo'yilgan. Xullas, shuni bir ko'rsanglar, o'zingizlar bemalol tenglamani o'zgartirib ishlasanglar bo'ladi. Mayli, hozir sessiya uchun alohida bitta ko'rib chiqamiz. Xo'p. Buni ishlashda avval ideyasi bilan tanishamiz. Keling, avval u funksiyani grafikini chizaylik. Grafikini chizish uchun nima qilishimiz kerak? Import matplotlib .pyplot as plt degan o'zgarishni saqlaymiz. Import numpy plus mp degan o'zgarishni saqladik. X teng np.linspace deymiz. Keling, -10 dan 10 gacha bo'lgan oralarda chizamiz va uni 100 ta bo'lakka bo'lamiz. Y teng nima bo'ldi? Keling, shuni funksiya qilib olamiz. Y ni x ga bog'lanish funksiyasini yozib olamiz. Return bo'ladi. X ni kubi minus 4 ko'paytirilgan x minus 9 bo'ladi. Endi biz mana shu grafikni chizishimiz kerak. plt.plot deymiz. X va y orasidagi bog'lanishni chizamiz va uni ko'rsatamiz. plt.show. Bitishga tushirsak, bizga grafikni chizib beryapti. Keling, unga anavi plt.x line qilib gorizontal chizib va plt.xv line qilib vertikal chizada qo'yamiz. Bitishga tushiramiz. Shunaqangi grafik chiqyapti, ya'ni 0 yechimi bor ekan demak. Buni ko'rib turib, yechimi 0 ekan deb shoshilmang, chunki buni GeoGebrada chizdirganimda quyidagicha ko'rinishda bo'ldi. Ya'ni yechimi aslida bunday emas. Biz ko'rayotgandak emas. Bu bunaqangi x bo'yicha oralig'ini kengaytirib olgani uchun bu xuddiki 0 da ko'rinyapti. Buni biz shu haqiqatda GeoGebrada ko'rishimiz uchun biz kerakli joyini ajratib olaylik. -2 dan 2 gacha degan x bo'yicha -2 dan 2 gacha ajratib olamiz. Yo'q, 2 dan keling 4 gacha ajratib olamiz va y bo'yicha plt.y limit deb turib -15 dan keling 10 gacha ajratib olamiz. Bitta chizsak 15 gacha ajratib olamiz. Mana bizning grafikimiz aynan yechim bor joyiga keldik. Buni 2 dan 4 gacha emas, 1 dan 4 gacha qilsak -2 dan 4 gacha ko'rsatay sizlarga mana. Xuddi GeoGebrada rasm chiqyapti bu yerda. Xo'p, bu yerda endi 2 dan boshlaymiz. Mana yechim bor nuqta kelib chiqyapti, ya'ni funksiyamiz 0 ga teng bo'ladigan qiymat. Xo'p. Endi keling, mana grafik bilan uni chiziq ajralib turishi, uni rangini keling yashil berib turamiz. Xo'p. Endi nima bo'ladi? Xo'p, demak bizning yechimimiz shu oralig'da bo'lar ekan. Endi bu yechimni topishimiz kerak. Bisection usul yordamida bu nazariyasi haqida gaplashdik. Keling, endi mana shu yechimni qidirishni boshlaymiz. Xo'p. Endi biz nima qilishimiz kerak? Boyaga y a ko'paytirilgan y b degan shartni kiritishimiz kerak. Nazariyasi haqida hali gaplashmadik menimcha. Biz yechimni a yu b oralig'ida qidiramiz. Masalan, biz ko'rdik, mana shu joyda yechim bor. Mana shu yechimni a yu b oralig'ida qidiramiz. Va agar bu yerda yozamiz. y a ko'paytirilgan
y ko'paytirilgan y b'imiz 0 dan kichkina bo'lsa, demak, mana shu oralig'ida yechim bo'ladi. Nimaga? Chunki yechim bor nuqtadan bir tarafda musbat qiymat qabul qiladi, bir tarafda manfiy qiymat qabul qiladi. Shuning uchun biz mana shuni kiritishimiz mumkin bo'ladi va endi nima qilamiz? A bilan B oralig'ida yechim borligini bildik, lekin u yechimni biz hali topganimiz yo'q. Endi shu oralig'ida yechim bormi? Demak, uni shu oralig'ini 2 ga bo'lsak, masalan, 2 ga bo'lsak, mana shu joyini S deb belgilasak. S teng nima bo'ladi? Nima bo'ladi? A plus B taqsim 2 bo'ladi. Biz mana shunaqa teng 2 ga bo'lib S ni topamiz. Va endi bizda yana ikkita oraliq paydo bo'ldi. AC bo'ldi, S oraliq paydo bo'ldi. Endi xuddi shu shartga ko'ra AC ni tekshiramiz. Agar AC manfiy bo'ladigan bo'lsa, demak bu oraliqni qoldiramiz va AC ni ham 2 ga bo'lamiz. AC ni ham 2 ga bo'ldik. Endi bu oraliqni tekshiramiz. Agar bu oraliq bu shartni qanoatlantirmasa, demak bu oraliqda yechim bor. Buni ham 2 ga bo'lamiz. Keyin bu oraliqni tekshiramiz, yana ikkitasini tekshiramiz. Shunaqa qilib yaqinlashtirib 2 ga 2 bo'lib shunaqa qilib yaqinlashamiz. Ya'ni shu shart bizda asosiy rol o'ynaydi. Shu shart bo'yicha biz tekshiramiz. Keling uni xo'p, bu yerda endi shu shartni tekshiradigan birinchi A bilan B ni foydalanuvchidan so'rab olaylik. Qanaqa oralig'ida yechim beryapsan o'zi? Qaysi oralig'larda yechim bor deb o'ylayapsan? Shuni bir kirit deb so'raymiz bu yerda. Xo'p. Endi shu def check degan funksiya ochamiz. Check sign farqi yo'q. A va B ni kiritamiz. A va B ni kiritgandan keyin return qilamiz. Y A ko'paytirilgan Y B qilamiz. Bu nimani qaytaradi? Bizga true yoki false qaytaradi. Agar Y A ko'paytirilgan Y B musbat bo'lsa, true kichkina 0 dan degan narsani yozsak, bizda shunda ana shu qiymati manfiy bo'lsa true, musbat bo'lsa false degan qiymat qaytaradi. Bizga shu shart yordamida tekshiramiz. Va bizning shart analogimiz 10 dan 1 deb bergan. Endi biz ana shu A bu oralig'ini 2 ga bo'lib chiqishimiz kerak. Uni qachonki 2 ga bo'lib chiqishimiz kerak, B minus A imiz kichkina B minus A imiz katta yoki teng bo'lsa epsilondan bo'lishimiz kerak. Hozir A bilan B imiz oralig'i juda ham katta. Ya'ni shu B minus A imiz katta epsilondan degan shu oralig'imiz katta degani. Ya'ni qachonki bu B minus A ayirma katta bo'lsa, demak biz uni 2 ga bo'lib chiqishimiz kerakda. Epsilonga yaqinlashganda, demak A bilan B bir-biriga juda yaqin degani va uni orasida yechim bor degani. Mana shu paytda biz S ni yechim deb bersak bo'ladi. Ya'ni S teng qachonki katta bo'lsa, biz demak uni 2 ga bo'lishimiz kerak. Qachonki mana shu ayirma epsilondan katta bo'lsa, demak biz mana shu oralig'ini 2 ga bo'lishimiz kerak. Va mana shu shartni biz mana bu yerda beryapmiz. Taqsim 2. Endi biz ikkita oraliqqa ajradi. AC va SB oraliqqa ajradi. Endi biz ana shu ikkala oraliqni ham tekshirishimiz kerak. Bu yerda avval check qilamiz, AB qilamiz. If check AB qilamiz. Agar mana shu oralig'ida yechim bo'lsa, keyin 2 ga bo'lamiz. Va endi bizda ikkita oraliq ajradi. Uni ham tekshiramiz. Agar check AC, ya'ni A yu S oraliqqa ajradi. Agar A yu S oralig'ida manfiy bo'ladigan bo'lsa, demak nima bo'ladi? S imiz B imiz S bo'lib qoladi. Ya'ni avval A oralig'ini tekshirgandik, endi A S oralig'ini tekshirishimiz kerak, ya'ni B o'rniga S almashib qoladi. Agar aks holda check endi S oraliqqa ajragan. S oralig'ini tekshiramiz. Agar S oraliq manfiy bo'lib qolsa, unda A yu S A B oralig'ini tekshirgandik, endi S yu B bo'lib qoldi. Ya'ni A o'rniga S almashib qoldi. Shuning uchun A teng S qilib qo'yamiz. Aks holda bo'lsa, keling print xatolik bor deb chiqarib qo'yamiz. Qanaqadir xatoliklar yuzaga kelishi mumkin. Agar xatolik chiqsa, demak boshqa qiymatlar kiritib ko'rishingizga to'g'ri keladi. Va shunaqa qilib tekshirib chiqyapmiz. Va oxiri biz nima qilishimiz kerak? Print S qilib S ni qiymatini chiqarishimizga to'g'ri keladi. Qani ishga tushirib ko'ramiz. A ni minus emas, 2 kiritib ko'ramiz. B ni
3 kiritib ko'ramiz. Mana yechim chiqyapti. Bizda 207.065 qilib shunaqangi. Xo'p, endi biz mana shu yechimni grafikini chizishimiz kerak. Mana biz endi yechimni topyapmiz. Masalan, 2 bilan 3 kiritsak, mana 2,170 deb kiritib beryapti yechimini. Keling, shuni tekshirib ko'ramiz. Yechim rostdan shunaqami? Mana 207.065. Demak, yechimimiz to'g'ri chiqdi. Xo'p, endi uni biz grafikda tasvirlash uchun uni nuqta ko'rinishida tasvirlaymiz. Scatter qilamiz. Ya'ni nuqtani grafigi va YZ qilamiz. Keling, uni rangini endi colorini qizil deb beramiz. Kechirsak, hop, 2-3 oralig'ini bersak, mana bizning grafikimiz chiqyapti. Hop, buni labelga yechimini ko'rsatib qo'ysak ham bo'ladi. Hop, shunaqa qilib biz yechimini topishimiz mumkin bo'lar ekan. Hushyor bo'lasiz. 2 bilan 4 kirsam yechim beryapti. Ba'zida xato berib qolishi ham mumkin. Masalan, birda masalan, voy, tushsam xato berdim hozir. 1 bilan 4 kirsam, xullas shunaqa qilib yechimlarni topib beryapti. Agar xatolik chiqib qolsa, siz boshqa qiymatlar kirishingizga to'g'ri keladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr salomat bo'ling. Grafikni o'z boyitasiz. Yo'q, o'z qaraysiz. Mana xatoligini yana ham kichraytirsak, yana ham aniqroq ishlaydi bizda. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr salomat bo'ling. Ushbu videolar Turkiston Science kanali uchun maxsus Muhammad Sodiq Shamsiddinov tomonidan tayyorlandi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xo'p, 4-sini ishlaymiz hozir. Havoni qarshiligisiz gorizontal tekis harakatni modellashtiring deyapti. Ya'ni oldingidek gorizontal burchak ostida sotilgan sim emas, to'g'ri bitta tok bo'yicha harakatlanyapti. Buni biz 2D'da matplotlib yoki 3D'da WebPython orqali qilishimiz mumkin. Ikkalasi bo'yicha ham animatsiya dasturlashda biz bu yerda dars qilganmiz. Mana bu yerda 2D o'lchamda sim harakati va 3D o'lchamda sim harakati. Ikkalasini ko'rsangiz bemalol o'zingizdan qilib keta olasiz buni. Mayli, biz ham hozir 2D'da ko'ramiz, 3D'da video dars ko'rishni maslahat beraman. Chunki uning ichida ana shu bitta tok bo'yicha ham harakatlanganini ko'rganmiz. Savol: 15 metr sekund tezlik bilan harakatlangan jismda animatsiyasini qilish. Uni 2D'da qilishga harakat qilamiz. Hop, bizga matplotlib kerak bo'ladi. Uni yuklab olamiz. matplotlib.pyplot splt deb saqlab olamiz va import numpy qilib numpyni ham chaqirib olamiz. Va endi bizga tezlikda 15 deb beryapti. Tezlikda 15 deb beryapti. Boshlang'ich vaqt momentimiz 0 sekund deb qaraymiz. Boshlang'ich vaqt momentimiz 0 sekund va vaqt farqini 100 dan 1 beraylik. Ya'ni biz har bitta vaqtni oniy momenti uchun 100 dan 1 sekundi uchun biz koordinatalarini hisoblab chiqamiz. Koordinatalarini x bo'yicha koordinatalarini hisoblaymiz. Va keyin ana shuni nima deydi? Topib ana shu ro'yxatga qo'shamiz. Boshlang'ich momentida, vaqt momentida x koordinatasi 0 bo'lib tursin. X bo'yicha koordinatasi 0 bo'lib tursin. Endi while deymiz. While vaqtni endi keling dastlabki 10 sekund ichidagi harakatini olamiz. Dastlabki 10 sekund ichida, ya'ni hozircha vaqtimiz 0 sekund va ana shu qachonki keyin datani qo'shib boramiz. Qachonki 10 sekundga yetib borgunigacha biz koordinatalarni hisoblaymiz. Koordinatamiz nima bo'ladi? X ga x teng bo'ladi. Ya'ni s koordinatiga nima qilamiz? Va ko'paytirilgan datani qo'shib qo'yamiz. Va endi t'imizga ham t plus data qilib datani qo'shib qo'yamiz va mana bu x trayektoriya degan ro'yxatimizga hozirgi topgan koordinatamizni qo'shib qo'yamiz. Va endi nima qilamiz? Bizga shunday qilib qo'shib qo'yamiz. Endi nima qilish kerak? Biz grafikini chizishimiz kerak. Hozir keling birinchi print x qilib, print x trayektoriya qilib buni koordinatalarini ko'rsak, mana quyidagi ko'rinishda bo'lar ekan. 100 dan 1 sekund oralig'ida olganimiz uchun. Xo'p. Keling 4-misolni ishlaymiz. Havoning qarshiligisiz gorizontal tekis harakatni modellashtiring. 15 metr sekund jism harakatni vizual ravishda Python yoki matplotlib. Biz hozir 2D dan foydalanamiz dedik. Xo'p, biz grafik chizish usulidan foydalanamiz. O'zi animatsiya degan nima degani? Shu jismning har bitta harakatidagi
har bitta nuqtasidagi koordinatasini, ya'ni olingan rasmlarni ketma-ket tez o'tkazilishi shu bizga xuddiki harakatlanayotganga o'xshab ko'rsatadi shuni. Keling, shuni dasturlaymiz hozir. Matplot deb nuqta pyplot splt bizga numpy kerak bo'lishi mumkin. numpy snp. Endi bizga tezligini beryapti, 15 deb beryapti. Keling, endi boshlang'ich koordinatasini 0 deb beramiz. Y koordinatasini ham 0 deb beramiz. Endi biz keling 0,1 sekund, har bitta 0,1 sekund oniy qiymatlarini hisoblaymiz. Vaqtni boshlang'ich qiymati 0 bo'lsin. Endi biz nima qilishimiz kerak? Trayektoriyasida har bitta koordinatalarning qiymatlarini topishimiz kerak. Har bitta koordinatani qiymatlarini topishimiz kerak. Buning uchun biz ro'yxat ochib olamiz va har bitta koordinatani biz saqlab chiqamiz. Y trayektoriya deymiz. Endi siklik operator yozamiz. While qachonki vaqtimiz, keling boshlang'ich 10 sekund oralig'idagi vaqtni ko'ramiz. Qachonki vaqtimiz 10 dan kichkina bo'lsa, ya'ni 10 dan kichkina bo'lsa, nima qilamiz? Biz x ni hisoblaymiz. X imiz nima bo'ladi? Eski qiymatiga plus v ko'paytirilgan data. Ya'ni biz data vaqtdan keyingi qiymatini hisobladik. Endi nima qilamiz? X trayektoriyaga mana shu x ni qiymatini qo'shamiz. Y trayektoriya o'zgarmaydi, doim 0 da qoladi. Shuning uchun buni y ni o'zini qo'shib qo'ysak bo'laveradi va vaqtga data ni qo'shib qo'yishimiz kerak. Bu ekvivalent bo'ladi t teng t plus data ga. Endi shunaqa qilib biz topishimiz mumkin, ya'ni x trayektoriyani har bittasini qiymatlarini topib chiqdik shunaqa qilib. Mana print x da qilsam, mana 151.5 gacha hisobladi. Shunaqa qilib biz hisoblashimiz mumkin. Mana x trayektoriyaga va y trayektoriyani 0 dan boshlamayapti. Biz boshlang'ich vaqt 0 oldik, lekin 1,5 bo'lyapti. Shuning uchun ikkalasiga ham dastavval 0 0 degan qiymatlarni qo'shib qo'yamiz, chunki ikkalasining ham dastlabki qiymatlari 0 edi yoki x y deb qo'shib qo'yamiz. Keyin shunga yana yangi qiymatlarni qo'shib ketaveradi. Bitta ishlasak mana 0 151.5 gacha yetib keldi. Endi biz buni grafikini chizishimiz kerak. Grafikini chizish uchun, ya'ni grafik ko'rinishida tasvirlaymiz biz. Bitta shakl ochib olamiz. Shuning ichida keyin biz qiymatlarni o'zgartirib chiqamiz. Endi grafik chizamiz. Grafikini chizayotganda nima qilamiz? plt.plot deb turib trayektoriyasini grafikini chizaylik birinchi. X va y bog'lanishini chizamiz. Endi buni ko'rsatib qo'yamiz plt.show qilib. Va endi bizga mana bu jismni o'zini nuqta ko'rinishida tasvirlasak, nuqtani grafigi scatter deb. Keling shu holatini o'zida ko'rsatay, bitta ishlatsak mana ketyapti, buni qiymatlari o'zgaryapti mana. Keyin qarasangiz, funksiyani grafigi va oraliqlari o'zgarib qolyapti. Bu bir xil joyda turmayapti. Uni chegaralab qo'ysak bo'ladi. plt.xlimit qilib 0 dan 155 gacha qilib chegaralab qo'ysak, bu o'zgarmasdan bitta joyda turadi. Mana bu grafik o'zi chizilib ketaveradi. Endi biz buni uchida jism borda, shu jismni tasvirlashimiz kerak. Bu jismni tasvirlashimiz uchun nuqta ko'rinishida tasvirlaymiz dedik. Scatter degan funksiyadan foydalanamiz. X trayektoriyani oxirgi qiymati bu nuqta shu jismning koordinatasi bo'ladi. Y trayektoriyaning oxirgi qiymati bu ana shu jismni nima deydi? Koordinatasi bo'ladi. Marker O qo'yamiz va rangini keling qizil deb beramiz. Mana bu minus 1lar, plus 1lar bu oxirgi qiymatini chiqarib beradi. Mana x trayektoriyani chiqardik hozir mana bu yerda. Mana oxirgi qiymatini chiqarsam mana minus 1 degan oxirgi qiymat mana 151.5. Har safar buni oxirgi koordinatasi yangilanyapti-yu. Mana shu oxirgi qiymati bu eng oxirgi koordinatasi bo'ladi-da. Bitta ishlatsak mana jismga yetyapti. Shunaqa qilib uchyapti, mana harakatlanyapti. Shunaqa qilib biz jism harakatini animatsiyasini mana shu 2D da dasturlasak bo'lar ekan. Buni agar uchirishga to'g'ri kelib qolsa yoki gorizontal burchak ostida otilgan jismniki kerak bo'lsa, uni video dars oldin qilingan. Kanaldan bemalol topishingiz mumkin. Shu yerdan ko'ra olsangiz bo'ladi. Shunchaki mana bu hozir x bo'yicha harakat tenglamalarini kiritdik. Shuni y bo'yichalarini ham kiritib qo'yamiz. Xolos. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, Monte Carlo usul bo'yicha hozir video dars qilgan edik.
ovoz sifati bachchag'a chiqibdi, to'g'risini aytsam. Naushnikka ulanib qolgan ekan mikrofon, shuning uchun ovoz chatoq ketibdi. Biz kodini yozgan edik. Mayli, hozir shu tayyor yozgan kodini qaytadan tushuntirib o'tamiz. Bizga grafik chizish uchun plt pipeload kerak, numpy kerak. Keyin numpyni ichida mana shu tasodifiy nuqtalarni tanlab beradigan funksiya bor. Shuni chaqirib oldik. random.default range qilib. Keyin bizni ideyamiz nima edi? Bizni ideyamiz savollar qani edi mana. Xo'p. Mana shu yerda bitta to'rtburchak tanlardik. To'rtburchak tanlardikda unga nuqtalarni tushirardik. Tasodifiy nuqtalarni solardik va mana shu sohaga to'g'ri kelgan nuqtalarni sanardik. Mana shu nuqtalarni sonini umumiy to'rtburchakka to'g'ri kelgan nuqtalar soniga bo'lib, to'rtburchakni yuzasiga ko'paytirsak, bizda mana shu sohani yuzasini berardi. Proporsiyaga o'xshagan narsa. Biz xuddi shu ishni qilyapmiz bu yerda. To'rtburchakni 2 2 qilib tanlab oldik. Men bitta grafikni chizib beray. Hop, shartda bizda 80 mingta berilgan. Hozir men tiniqlashtirish uchun 500 mingta kiritib oldim. 80 mingta kiritsangiz ham bo'laveradi. Mana to'rtburchakni tanladik. Bizning natijamiz mana. Ani 2 tanladik. X bo'yicha bni ham 2 tanladik hozircha. Keyin test uniform qildik. Bu uniform nima qiladi? Minus a dan a gacha bo'lgan oralig'ida n ta tasodifiy nuqtalarni koordinatalarini tanlaydi va bu bizda nima bo'ladi? Tasodifiy nuqtalarni koordinatalaridan tuzilgan ro'yxat bo'ladi. Mana ro'yxat ko'rinishda bo'ladi. Y da ham xuddi shuni tanladik. Tanlaganimizdan keyin kichkina n teng 0 deb berdik. Bu mana shu sohaga to'g'ri keladigan nuqtalarning soni. Hozircha 0. Va ana shu nuqtalarni koordinatalarini topish uchun biz x, y va y degan ro'yxat ochib oldik va for i in range n qilib ichidagi har bitta nuqtalarni quyidagi shart bo'yicha tekshirib chiqyapmiz. X kvadrat plus y kvadrat birdan kichkina bo'lsa, demak mana shu aylanani ichiga tushadi degani. Va nima bo'lishi kerak? Mana x taqsim 2 dan kichkina ham bo'lishi kerak. Y i'miz, y i'miz. Mana shu x taqsim 2 dan kichkina bo'lsa, demak mana shu sohaga tushadi. Mana bu chiziqdan tagiga tushadi. Shu shart bajarilsa, demak mana bu ichkariga tushgan nuqtalarning sonini bittaga qo'shib qo'yamiz. n teng n plus 1 degan narsa bilan bir xil. Va mana bu x, y bilan y ni qo'shib qo'yamiz. Mana bu x bilan y ni mana shu x ni inchi elementi bilan y ni inchi elementini mana shu x bilan y ga qo'shib qo'yamiz. Ya'ni bu ichkariga ya'ni mana shu shartni bajarsa, mana shu shart qanoatlantirsa, demak mana shu sohada yotadi degan. Mana shu sohada yotdi degani demak biz mana shu ro'yxatga ko'kbosdan qo'shib qo'ysak bo'laveradi. Va yuzasini mana to'rtburchakning yuzasi 4a bo'ladi, chunki umumiy yuzasi bu tomoni 2a, bu tomoni 2b, ya'ni 4a bo'ladi. Va print s qilsak, s'imiz kichkina n taqsim katta n ko'paytirilgan a. Umumiy kichkina yuzalar mana bu sohaning nuqtalari bilan umumiy nuqtani bo'lib a ko'paytirib qo'ydik va yuzasini chiqarib qo'ydik. Va bu yerda grafiklar chizilyapti. T teng n nuqtalar space bizga kerak emas. Xo'p. Biz bu yerda mana bu hamma nuqtalarni chizadigan bo'lsak, mana bu hamma nuqtalarni chizsak, buni 80 mingta qilib turaman. Hamma nuqtalarni chizsak, mana. Ha, buni emas, buni o'chiraman ekan. Mana shu tasodifiy tanlangan hamma nuqta. To'rtburchakka to'g'ri kelgan nuqta. Endi biz mana bu sohani ichkarisiga to'g'ri kelgan nuqtalarni ham topib chiqdik. Soha ichkarisiga to'g'ri kelgan nuqtalarni topib chiqdik va uni ham grafikni chizadigan bo'lsak, ustiga mana shu ko'rinib chiqyapti va bizda mana bu yuzasini ham hisoblab beryapti. Demak, mana shunday qilib biz yuzasini hisoblab, mana shunaqa qilib grafiklarni chizishimiz mumkin bo'ladi. Nuqtalar sonini oshirsak, bu tiniqlashadi, yuzamizni ham qiymati shunchalik aniqroq va tiniqroq chiqadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.